Ko'pchilik qanday qilib pensiya ham katta chiqishini xohlaydi-da. Demak, yuqorida ham ta'kidlab o'tdik. Demak, o'sha fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga muvofiq oxirgi 10 yillikdagi uzluksiz 5 yil olinadi. Shuning uchun o'sha bizda ko'pchilik pensiyaga chiqayotganda haligi sal bo'shashadida yarim stavkaga o'tib oladi, to'liqsiz ish vaqtiga o'tib oladi. Shuning uchun pensiya kamroq chiqishi mumkin. Shuning uchun mana shu oxirgi 10 yillik davrda demak, yuqori daromadliroq, sal oylik yuqoriroq, mana yuqorida O'ytamjon akam o'rindoshlik masalasini aytdilar. Demak, qancha oylik ko'p nima bo'lsa, ya'ni oxirgi 10 yillik davrda, demak, mana shu narsaga urg'u qaratishlari kerakki, oxirgi 10 yillikda uzluksiz 5 yilidagi ketma-ket davrlar olinadi. Shuning uchun o'sha pensiyaga yaqin bo'shashmasdan yaxshi ishlansa, demak, pensiya yuqoriroq chiqadi. Endi yana pensiyaga ta'sir qiladigan boshqa omillar ham bor. Endi uni yuqorida aytdik, o'sha ko'p yillik stajga egaligi har 1% dan qo'shiladi. Alohida davlat mukofotlari boshqalarga ham qo'shiladi, lekin baribir o'sha oxirgi 10 yillik davrda yuqoriroq oylik daromadliroq ishda ishlansa, pensiyaga demak albatta ta'sir qiladi.